Xo'p, bo'la o'yin qoidalarini tushuntirayotganman. Biz ham Minecraft eng kuchli boss vardan bo'lsa, olovimiz modda eng kuchli boss, yana yakkashoq ikkoni urushtirib, kim kuchligini sinab ko'ramiz. Qani olg'a. Bo'la, agar sizlar yakkashoqga balet qilmoqchi bo'lsanglar, like, vardanga balet qilmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lmasa videoga olg'a. Bo'la, bugun sizlar bilan sizlar kutgan Shohakula kanaliga obuna bo'ling va likelarni bosib qo'ying. Bo'la, bitta obunachimiz challenge beribdilar, Kojo degan. Sizga challenge Varden bilan undan zo'r boss bilan urushtiring degan ekanlar. Bo'la, Varden ham kuchli, ancha zo'r boss bor ekan. Keyin bitta kanalda maqtashlab ketaylik. Bitta Kojo degan bizni bratishgacha bo'ladi. Yaqinda ana video boshladi, aka deydi, reklama qilib bering, iltimos deydi. Hamma dedim, men reklama qilaman dedim, obunachilar shunday bosib ketadi dedim. Bo'la, chunki biza yaqinda 14 ta bo'ldik. Bo'la, shu iyulgacha biza 20 ta bo'laylik, iltimos. Bo'la, qani likelarni bosinglar, qani sizlar bilan ketdi bo'lmasa olg'a. Bo'la, Kojo degan bratimiz ham ulanib qoldilar nomimizga. Salomlashib qo'ying, bo'la, brat. Salom bo'la, sizlar bilan Kojo kanali. Bo'laga o'tirgan qiziqar video bo'ladi. Like va obuna ayayan kut. Bosinglar. Ketdi, bo'la, mana jang. Bir ko'ramiz, 1 2. Varden polur, let's go. Varden polvon, bo'loz Varden polvon bilan gazmira, lekin nechesini o'yin bo'ladi. Chunki bu yerda hammasi Varden urayapti, Varden mana buni urayapti, bu jonini to'ldiryapti. Qanday chesni o'yin bo'ladi? Lekin hozir Varden polvon bilan gazmira, u bile. Ayiq bile. Urishman bilan lut. Kimsiz? Kichik. Varden ham osmonni kuzatyapti. Ayiq bitta like bosmasa bo'lmaydi. Like bosinglar, ayol huli uchun. Var Chempion aniqlandi. Varden. Bo'la, iltimos like bosinglar, iyulgacha 20 ta bo'laylik. Olg'a.